tuzatadigan akalar. Xullas, bu Lexus mashinamiz. Yaqinroq kelasiz. Bu mashinani hozir biz auksiondan sotib oldik. Lexus RX 350 2.4 lik twin turbo bu. Orqasi tortadi uni. Gibrid bu mashinamiz ham. Oxirgi Lux Sidinalar bor, elektronika bu. Monitorlarimiz bor. Bu sidinamiz qizdiradi ham sovutadi. Start stoplari bor, monitorlarimiz 240 tepasi luklik. Buni orqasida hozirroq yurgan joyi bor lekin. Mana shu yerdan yegan bu mashinani. Buni xudo xolasa o'zimiz chiroyli qilib o'zimiz avtoservis beramiz. O'zimiz avtoservis ham mavjud. Menga xullas kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlasa o'zlaringiz qilasizlar. Xohlasalaringiz o'zimiz qilamiz. Avto servisimiz ham bor, xizmatimiz bor. Xizmat ko'rsatib beramiz. Mana xullas qog'ozimiz Lexus RX 350 2024-yil 7-oyda chiqilgan. Bu Kanadaning mashinasi bu. Servis bor. Buni servis qilib, chiroyli qilib uni chiqarib yuboramiz. Xullas kimga kerak bo'ladigan bo'lsa shunaqa mashinalarni xohlas o'zimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyagacha mashinalarni xudo xolasa aytilgan manzilingizga ishonchli, tez kelishilgan chiroyli narxlarda yetkazib beramiz.